Bugun Usmonovning bloger gapidan keyin O'zbekiston bir normalniy o'ynashi kerak. Aha, конечно. Nima debdi? Основной gapi, что biza 5-0 yutqizar ekanmiz. Shunda nima noto'g'ri gap aytgan? Как бы zaldan noto'g'ri o'yin boshlandi. O'zbekiston, Urugvay 2-1. Yana comeback qilishimiz ham mumkin. Ama bir narsani tushunmadim-da, sizlar yutqizsizlar-ku, nima buncha xursandsilar? Sen bularga e'tibor berma, bular o'zi shunaqa. Sizlar birinchi jahon chempionatiga chiqib olinglar, keyin bizga gapiring.